Oxirgi paytlarda ertalabki ereksiya sizda kuzatilmay qoldi va buni siz charchoq, uyquning kamayishi, yosh bilan bog'liq yoki o'tib ketadigan jarayon sifatida qarayapsizmi? Bunga shoshilmaslik kerak. Nimaga deganda, bu og'ir kasalliklar, hattoki yurak qon tomir kasalliklarining birinchi belgilaridan bo'lishi mumkin va bunga vaqtida e'tibor bersangiz, bu og'ir oqibatlarni oldini oladi. Quyida siz bilan bunga sabab bo'ladigan 7 ta omilni ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu uyquning yetishmasligi. Ereksiya asosan chuqur uyquda yoki REM faza deyiladi, ya'ni quyosh chiqar mahalda, ya'ni tongga yaqin paytda ereksiya paydo bo'ladi. O'shanda spontan ereksiya, ya'ni o'zidan turishi hech qanaqa reflektor yoki psixologik ta'sir bo'lmasdan uyg'onish kuzatiladi. Bu erkakning sog'lomligini ko'rsatuvchi faktor ham hisoblanadi, chunki ertalabki ereksiya bu testosteronni qondagi pik vaqtida sodir bo'ladi. Agar sizda uyquning ko'p buzilishi yoki tungi uyquning yetishmaslik holatlari uzoq muddat, ya'ni ko'p takrorlanaversa, sizda ertalabki ereksiya kuzatilmay qolishi mumkin. Ikkinchisi testosteron gormonining pasayishi. Bunga ko'pincha doimiy stress, charchoqlar, ortiqcha vazn va noto'g'ri ovqatlanishlar sabab bo'lishi mumkin. Agar sizda ertalabki ereksiyaning yo'qolishi kuzatilayotgan bo'lsa, birinchi navbatda testosteron gormonini analizini ko'rish kerak bo'ladi. Uchinchisi doimiy stress. Doimiy stressda yurgan organizmda kortizol gormonining miqdori oshib ketadi va bu jinsiy gormonlar funksiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sizda libido, ereksiya bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishni boshlaydi. Keyingisi qon tomir kasalliklari hisoblanadi. Agar sizda organizmingizda, ya'ni tanangizda qon tomir kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, ateroskleroz, qon tomir devorlarining to'rayishi, ya'ni yoki qon bosimining oshishi kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, bular vaqt o'tishi bilan kichik qon tomirlarning ham zararlashi va sizdagi ereksiya bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishi mumkin. Undan keyingi sabab bo'lsa qandli diabet. Qandli diabet kasalligi sistemli kasallik, ya'ni tizimli kasallik hisoblanadi va buning bitta faktori angiopatia hisoblanadi, ya'ni sirkulyatsiya, qon aylanishini, qon tomir devorlarining mo'rtlashi, torayishiga sabab bo'ladi va buning natijasida napoleonez, ya'ni qonning to'lishi holatda susayib qoladi va ereksiya hattoki siz xohlagan paytda ham slabilashib, ya'ni suslashib qolishi mumkin bo'ladi. Oltinchisi bu zararli odatlar hisoblanadi, ya'ni spirtli ichimliklarning muntazam qabul qilish yoki tamaki mahsulotlarini yoki giyohvand moddalarni iste'mol qilish sizdagi gormonal balansni buzilishiga olib keladi va testosteron miqdorini tushiradi. Buning natijasida ham ertalabki ereksiyalar kuzatilishi, buzilishi mumkin. Va oxirgisi psixotrop, antidepressantlarni doimiy qabul qilish. Bu dorilarni qabul qilish sizdagi gormonlarga udar beradi va sizda umuman hayotingiz davomidagi libido, xohish va bundan tashqari ereksiyaning kuzatilishiga juda ham salbiy ta'sir qiladi. Shunday ekan, sizda agar mana shu sabablar bo'ladigan bo'lsa, bularni o'z vaqtida davolab, masalan, norma holatda saqlab, zararli odatlar bo'lsa undan voz kechish yoki kamaytirish, uyqu rejimi buzilgan bo'lsa uni to'g'irlash, to'g'ri ovqatlanish va ortiqcha vazndan xalos bo'lish, sport bilan doimiy shug'ullanish, o'z vaqtida uxlab yetarlicha to'liq uyquga ketish jarayonlarini amalga oshirsangiz, sizda ertalabki ereksiya doim bo'ladi va nafaqat ertalabki, doim xohlagan vaqtdagi jinsiy aloqaga shay holatda bo'lishi kafolatlanadi. Agar sizda ham ertalabki ereksiyaning 2 haftadan ortiq davom etishi kuzatilayotgan bo'lsa, murojaat qiling, biz sizga albatta yordam beramiz.